Lutfi Media Texnika Çeklik şirketi işledi. Bu programmani Ürümçi Danışman Kitapçılık Çeklik şirketi alayda qolladı. Tulki bilan... Hey, bu tulki bilan da başlayıveremdi bunu. Ne bo'ldi? Şu emasmi? Balalarga xos omaq. Ranglar chiqamamdi. Chiroyli chiqmamdi. Ha, tushundim. Unda Osmonda bo'lsa shu qarab yiqinglar. Happal. Ma bo'ldi? Ha, ma'qul. Tulki bilan Chuja. Bir kuni qog'i daraxt ustida aram elayotsa, yeniga kaptar uchib ketdi. Ne verip geldim kaptan adaş? Chuja og'rib qoptikan, berib yo'qlab keldim. Yaxshi bo'pti do'stlar. Tezroq saqayib ketsa, birga o'ynasak bo'ladi. Shuni degina, soqib ketsa bo'ladi. Chujini yo'qlab kelaychi. Chuja og'rib qopti-da. Bu bir yaxshi bo'lsa, ularni tutib, ap qachaychi. Saharli borayli, ha? Tulki uchisig'i doktorning kiyimini kiyib, ko'z aynak taqib, chujilarning uyiga qarab mengibdi. Ishklachinglar. Men doktor. Tez ishklachinglar. Doktor keldimi nima? Yur, ishkimiz qarab boqayli. Sen joyingda jim yetib turg'in. Buludu, men saqlab turay. Shuning bilan ular eshik ochmoqchi bo'pti. Bir amal qilib uyga kirib olsam bo'ladi. Tez bo'linglar, tez. Men cho'jining kasalini ko'rgili kelgan doktor bo'laman. Biz opamning deganidek avval eshik kaynidan kim kelganligini ko'rib boqayli. Ondan ishni olsam bo'ladi, bildingmi? Shuning bilan Chuja eshik aynikidan sirtqa qarabdi. Uning ushluq tumshug'i bor ekan. Doktorning kiyimini kiyyapti. Tulkining quyruqkan-ku bu. Bu aldamchi tulki. Ishklachinglar. Men degan rost doktor. Sen degan doktor emas, sen degan tulki. Sen bir aldamchi eski. Sana ishini herkes ichib bermaymiz. Herkes ichib bermaymiz. Yiroqlarga ketgan. Hey, ishni ichdingmi? Men doktor. Men degan rost doktor. Endi ketmasang, biz otog'imizga telefon qilamiz. Uningda sen qo'rqmamsan? Sallamining oldam xaltamga tushmadim. Hey, bek aqlli ekansiz. Ketdim bo'ldi. Shuning bilan tulki ochiqlab ketib qopti. Ajab yaxshi bo'ldi, og'rim ketdi. O'maqlar, sizlar bu hikoyadagi chujiladimi bek aqlli, to'g'rimi? Shunga notanish odamlar ishni chekkanda haragiz ochmanglar. Buni esinglarda chin saqlanglar, ha? Karton darsi. Balalar hayvonotlar qomusi. To'xu. Sizlarningmi dadanglar va opanglar bo'lganidek, kartondagi bu o'maq chujilarningmi dadisi va opisi bor. Ularning dadisi xo'roz, opisi mekyan bo'lib, bu o'maq chujilar tuxumning ichidan chiqib cho'ng bo'ladi. Ular don yeyishga bak kamroq. Ba'zida tehi kichik qurutlarni tutib yeydi. Ular dadisi va opisi bilan birga to'xu katkida yashaydi.